Siz ozolmayapsiz, taningiz sizga signal beryapti, qorningiz chiqib, kattalashib ketyapti. Demak, bu belgilar. Bugun sizga belgilar orqali bizani tanamiz qanaqa signallarni beradi? Mana shu haqida ma'lumot beraman. Tana har doim insonga signal beradi. Ayrim paytlarda insonlar bu narsani eshitmaydi. Assalomu alaykum. Men dietolog Sadoqat Muhammadjonova, shu kungacha minglab ayollarni sog'lom va chiroyli qomatga kelishiga yordam bergan dietologman. Bugun sizga tanangiz berayotgan signallar haqida gaplashamiz. Demak, ketdik. Birinchi signal doimo ochlik hissi. Ha, bu signal sizda bor, to'g'rimi? Agar sizda doimiy ochlik hissi har doim qaytariladigan bo'lsa, bu asosan qonda shakar darajasi ko'tarilib tushayotganini bildiradi, ya'ni glyukoza darajasi. Ko'pchilikda bu holat bor. Bunga sabab siz juda ham ko'p shakar mahsulotlari, oq undan qilingan mahsulotlar, xamirli ovqatlar, shakar tabiatli mahsulotlarni ko'p iste'mol qilishingiz sabab bo'ladi. Natijada bir kosa oldingizga qo'yilgan ovqatga to'ymaysiz va ikkinchi kosani yana organizmingiz talab qilishni boshlaydi. Bunda yechim albatta ratsiondan imkon darajada shakarga boy bo'lgan mahsulotlarni ratsiondan kamaytirish, ya'ni sodda uglevodga boy bo'lgan mahsulotlarni ratsiondan kamaytirish tavsiya qilinadi. Shunda qonda shakar darajasi norma holatga keladi. Sizda ham bo'ladimi shunaqa doimo ochlik hissi? Agar sizda mana shu signallar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib keting. Sizda aynan qanaqa signallar beradi organizmingiz? Ikkinchi signal esa ko'pchilikda bor. Qorin atrofiga yog'lar yig'ilishi. Bu holat kortizol gormonidan, ya'ni gormonlar o'zgarishni boshlagan paytda, ayniqsa kortizol, ya'ni stress gormoni ko'tarilgan paytda qorin va biqinlarga mana bunaqangi yog'lar yig'ilishi boshlanadi. Bu holatda imkon darajada kortizolni, ya'ni stressni pasaytirish kerak. Stressni pasaytirishning eng zo'r yo'li esa toza havoda 40 minut piyoda yurish yoki qo'shimcha adaptogenlarni qabul qilish. Eng yaxshi adaptogen men sizlarga tavsiya qilaman. Shu kungacha meni ozish kurslarimdagi ishtirokchilar shunaqa holatga kelishgan. Shu adaptogenlarni ichib, sizda ham sezilarli natija bo'ladi. Ya'ni magniy glitsinat yoki magniy sitrat yoki magniy malat yoki magniy taurat. Mana shularni ichib, mana shulardan faqat bittasini tanlashingiz kerak. Uyqudan 2-3 soat avval ichasiz va natijada stressni pasaytirasiz. Natijada stress pasaygandan keyin qorin va biqinlardagi yog'lar ketishni boshlaydi. Oxirgi marta qoringizni qachon o'lchadingiz? Agar o'lchagan bo'lsangiz kommentga yozing, necha santimetr chiqdi. Uchinchi signal, doimo charchagan o'zingizni his qilasiz. Bormi shunaqa holat? Ertalab turasiz, lanjlik holati, yana uyqingiz keladi yoki ovqatni yegandan keyin charchab yana uxlagingiz keladi. Mana bu holat ham sizni organizmingiz sizga berayotgan signal. Ya'ni ko'pincha bu holatda qalqonsimon bez gormonimiz yaxshi ishlamaganini, ya'ni mana shu bo'yin sohamizda kapalicha shaklidagi gormon bor. Mana shu kapalicha shaklidagi bez bor. Bu bez gormon ishlab chiqariladi. Ya'ni aynan qalqonsimon bez gormonida kimda muammo bo'lsa, doimo charchaydi, holsizlanadi, uyqusi keladi. Demak, qalqonsimon bezni mana shu analizlarga topshirish orqali, ya'ni TTG, T3, T4 ga topshirish orqali bilishingiz mumkin. Bundan tashqari UZI tekshiruvlardan o'tkazish orqali ham bilasiz. Va albatta vitamin D defitsitligi ko'pchilik insonlarda bor. 80% ayollarda bor bu holat va agar sizda vitamin D tanqisligi bo'lsa ham doimo charchaysiz va holsizlanasiz. Agar vitamin D ni qanaqa dozada ichaman, qay holatda mumkin emas, mana shular haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, hozirroq Telegram kanalimga pastda silkasini qoldiraman. Kirib ulanib, Telegram kanalimdan bu haqdagi ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi. Ikkinchi signal bu shirinlikka o'ta talabni ortishi. Qachonki sizda shirinlikka, shakarga bo'lgan ehtiyoj ortayotgan bo'lsa, bu holat sizni insulin gormoningizni yuqorilashib, insulin rezistentlik holatidan darak beradi. Insulin gormoni normasi esa 6 va 7 bo'lishi kerak va holanki sizda bu ko'rsatkich 10, 15, 14, 20 holatlarda ketyaptimi, demak uni joyiga qo'yishimiz shart. Insulinni nima qilib tushiramiz? 3 ta narsaga amal qilish orqali. Birinchi navbatda ratsioningizdan perikuslarni olib tashlang. 2 soat, 3 soatda ovqat yeyishni bas qiling. Ikkinchi sizga beradigan maslahatim, insulinni normaga tushirish uchun albatta uglevodga boy bo'lgan, shakarga boy bo'lgan shakar tabiatli mahsulotlar, pechenyelar, vaflilar, krekerlar hammasi ratsiondan chiqish kerak. Va uchinchisi, insulin qachon tushadi? Qachonki siz stressni boshqarsangiz. Stress pasaydimi, insulin pasayishni boshlaydi va shirinlikka, shakarga bo'lgan ehtiyoj ham kamayadi. Boshida to'g'ri oson bo'lmaydi. Chunki organizmda lomka bo'lish holati bo'ladi, lekin inson organizmi o'rganishni boshlaydi bu holatda. Imkon darajada insuliningizni nazoratga oling. Mana shu signal sizda bor. Agar shu signal sizda bo'lsa, izohlarga yozib keting. Shakarga bo'lgan ehtiyojingiz juda ham kuchlimi, sizda ham? Keyingisi esa albatta qorinda ishish holatlari, ya'ni gaz to'planish holati. Bu signal ko'pincha ichaklarimiz yaxshi ishlamayotgandan dalolat. Qachonki ichak yaxshi ishlamasa, sizni qorningizda dam bo'lish holati bo'ladi. Qorinda og'irliklar orqa teshikdan yel chiqarish orqali yoki kekrik orqali bu narsani chiqarishingizga to'g'ri keladi. Qorinda gaz to'playdigan mahsulotlarni eng ashaddiylarini mana shu yerda hozir sizlarga qoldirib olman. Bu mahsulotlar qorinda yaxshigina gaz to'playdi. Piyoz, sarimsoq piyoz, karamdoshlar oilasiga mansub bo'lgan hamma mahsulotlar qorinni ishiradi. Uni o'rniga probiotiklar va prebiotiklar ichaklar yaxshi ko'radi va bu mahsulotlar ko'proq ratsionga kirsin. Keyingi sizga tanangiz beradigan signal kechqurun ochlik. Kechasi och qolasiz, narsa yeysiz. Bu holatda siz noto'g'ri ovqatlanayotganingiz bilinadi. Chunki kun davomida noto'g'ri ovqatlanib, bir kunda 4 mahal yeyish yoki
tushlikni o'tkazib yuborib kechki ujinda bittada me'yordan ortiq ovqatlanish yoki nonushtani o'tkazib 4-5 soatdan keyin kofeni qabul qilish bulochka bilan, mana bu holatlar ko'pincha kechqurun sizni ochlik hissingiz kuchayishiga va narsa yeb qo'yishingizga sabab. Bu holatda leptin gormoni soat 4 dan keyin pasaygani hisobiga bu holat ham bo'ladi, lekin uni nazoratga qo'yish uchun esa kun davomida yoki 2 mahal ovqatlaning yoki 3 mahal ovqatlaning va ovqatlanish orasidagi intervallarga, ya'ni soatlarga e'tiborli bo'ling. Oxirgi signal esa vazningiz tez-tez oshib ketadi. Ko'pchilikda bu holat bor. 10 kun, 15 kunning ichida nimagadir achchiq bo'lib, yuzingiz ishib, vazn yig'ishni boshlaysiz. Bunga asosiy sabab sizdagi moddalar almashinuvi jarayoni. Ya'ni metabolizm susayganning hisobiga, uglevodga boy bo'lgan narsalarni ko'p yeganingizning hisobiga, ya'ni achchiq qiluvchi, organizmda suv ushlab qoluvchi mahsulotlarni, tortlar, pirojnilar, gazli ichimliklar, fast food mahsulotlari, non mahsulotlarini ko'p iste'mol qilganingizning hisobiga sizda xuddi shu holat bo'ladi. Ya'ni moddalar almashinuvi jarayoni pasaygani hisobiga ham tez-tez vazningiz oshadi. 10-15 kunning ichida siz bemalol 4-5 kiloni vaznni yig'ib olishingiz mumkin. Xo'sh, endi organizmimizdagi signallarni bildik. Doimo och qolasiz, qorningiz kattalashyapti, ishtaha karnay. Nima qilamiz? Yechim topamiz. Yechim esa birinchi navbatda ratsionga ko'proq BJU qonun qoidasiga amal qilgan holatda ovqatlanish. Kletchatkali, foydali yog'lar, uglevodlar, murakkab uglevodlar va albatta oqsillarni ratsionga qo'shing. Qachonki mana shu qonun qoidalariga, BJU qonun qoidasiga amal qilar ekansiz, siz vazningizni ham, ishtahangizni ham, gormonlaringizni ham, metabolizm jarayoningizni ham o'zingizni qo'lingiz bilan boshqarasiz. Va albatta ratsiondan shakarni kamaytirish, bir kunda 1,5 litr suv ichish, vaqtida uxlash barcha gormonlaringizni fonini to'g'irlashingizga yordam beradi. Insulinni boshqarasiz.